qo'ydim va o'zim to'g'irladim. Shu gapimga ishonasizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Instagramni qarasam, hamma parchkasi bilan shunaqa narsa olib keladi-da, qo'lini tiqib bir narsalar yasaydi. Ochdim-da, srazi instrukturasini o'qib chiqdim. Instruktura deyladimi, o'zi to'g'ri aytdimmi? Keyin bo'lsa suvga aralashtirib, birinchi bo'lib qolip yasashni boshladim. Juda ham oson tayyorlanar ekan, lekin men hamma yoqqa sachratib tashladim, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Undan keyin qo'limga krem surkadim-da, qo'limni o'sha suyuqlikka tiqdim. 10 minut turgandan keyin bilasizlarmi, o'rtoqlar, suyuqlikni ichidan qo'lim chiqadi, chiqmaydi, g'alati bo'lib qoldi. Keyin zo'rg'a chiqarib oldim. Qarasam shunaqa zo'r narsa paydo bo'ldi. Marmeladga o'xshab qolar ekan. Qolip tayyor bo'lgandan keyin gips tayyorlashni boshladim. Gips hidi bir tomoni shunaqa yoqimli, bir tomoni aksir turaverar ekan. Suv qo'shganimdan keyin ayniqsa hidab o'tirdim bor. Yeb qo'ygilarim keldi. Gips tayyorlagandan keyin suyuqroq qilish kerak ekan, lekin men qo'yiq qilib qo'ydim bor. Nihoyat 2 soat ham o'tdi. 2 soatda tayyor bo'ldi deb o'yladim, lekin gips unchalik qatmagan ekan, sinib qoldi. Lekin men shu singandi bo'lsa ham to'g'irlab epladim va natija valah ko'rishlar mumkin. Qaranglar, shuna braslet o'zingizlar qo'yib qo'ysanglar bo'ladigan narsa yasab qo'ydim. Chiroyli chiqibdimi?